dars jarayonida Asrorbekni dars berish qobiliyati deymizmi, qoniqarli. Men yetarli darajada hamma menimcha savollariga to'liq dars jarayonida ham olyapti. Kinezologiya biz o'qiganimiz uchun ozgina bir 30% o'xshashligi bor ekan, lekin pediatr o'ziga xos ekan. Men endi o'zim uchun ko'p narsa oldim. Kelganimdan xursandman. Endi boshqalarni fikrini o'zingiz yana so'rab bilasiz. Siz qayerdan keldingiz? Men Andijondan keldim. Assalomu alaykum. Bu yo'nalishga qiziqib keldim. O'ylaganimdan ko'ra ko'proq ma'lumotga ega bo'lyapman. Oldinlar misol uchun kinezologiyada muskullar bilan ishlanilgan bo'lsa, buni hozir muskulning ichki holati bilan ishlanishni ham o'rgatyapti hozir bu yerda. Va undan tashqari noodatiy keyin ustozimiz Asror aka ham har bitta savolni alohida to'xtalib, qayta bo'lsa ham kerak bo'lsa bitta narsani 10 marta, 15 marta qayta tushuntirishga erikmayapti. Ya'ni miyamizga kirish oson bo'lyapti. Juda ko'p ilm olyapmiz. Rahmat hammanglarga. Mening fikrim shuki, bizda hozir O'zbekistonda tashkil qilingan, o'zbek tilida tashkil qilingan kinezologiyani alohida bir yo'nalishi o'ziga xos yaxshi tomonlari bor. Foydali albatta juda ko'p. Haligi kinezologiya bilan qilolmagan, qilib bo'lmaydigan yoki qilolmagan yoki sekin qiladigan narsalarda tez chiqib ketadigan narsalar bor ekanda. Ko'p yangiliklar. Foydali tomoni bor. Juda ko'p. Assalomu alaykum. Men to'g'ri kineziterapiya bilan shug'ullanib kelaman. Endi shunga amin bo'ldimki, kineziologiya va kineziterapiya bir-biri bilan juda chambarchas bog'liqligini. Negaki kineziologiya bilan mushaklarni test qilib yoki qaysidir ishlamayotgan mushaklarni ishlatib, keyinchalik kineziterapiya bilan o'sha mushaklarni kuchaytirib quvvatga kiritish kerakligini hamma vaqt gapirib kelardim. Mana endi o'zim shu ilmni olishga albatta keldim. Xursandman. Bu kinezologiyani pediatr yo'nalishi bo'yicha asosan mana shu osonroq yo'lligini bitta operatsiyadan keyingi muammo bo'lganlarda ko'proq bizda ya'ni reabilitologiya bo'lgani uchun travmalar operatsiyadan keyin bo'lgan muammolar juda qiyin yechilardi. Shu pediatr yo'nalishi shu muammolarni juda oson yechib berishyapti. Rahmat. Da. Demak, tanadagi kichkina chandaq ham juda ham katta muammolarga olib kelar ekan. O'sha bilan ishlanganda ancha ko'p demak mushaklar tiklanar ekan. Insonga osonroq va yengilroq va tez demak yordam berish mumkin ekan. Endi ustozga beramiz. Ustoz ham ikki og'iz gapirib qo'yadi. Seminarimiz qanaqadir qiyinchiliklari bormi, yo'qmi? Yo'q, seminarda xulosa qiyinchilik bo'lmayapti. Asosiysi o'quvchilar menga turtib berib, davay deb savollar berib, rosa gapirtirishyapti. Juda ajoyib. Yaxshi olishyapti deb o'ylayapmiz. Asosiy endi bari ma'lumot ko'p. Boshqa davlatlarda pediatrda o'qitgan kabi orada 1-2 oy vaqt beriladi. Biz shu vaqtda videoga olyapmiz dars jarayonini. Bular video taqdimoti o'quvchilarga beriladi. O'quvchilar uyga borib, xotirjam 1 oy amaliyot qilib, o'rganib, olingan ilmlarni mustahkamlab, keyin ikkinchi seminarga to'g'ri kelishadi. Ikkinchi seminarda bemalol davolashni boshlashadi.